Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 8-darsimiz va bugun ko'radigan metodimiz index of metodi bo'ladi. Index of metodi array ichida berilgan qiymatning birinchi uchragan indeksini qaytaradi. Agar bizga berilgan qiymat topilmasa -1 qaytaradi. Ya'ni index of metodi bizga indeks qaytaradi. Biz bitta element beramiz, shuni array ichidan topib indeksini qaytaradi. Agar shu element bo'lmasa -1 qaytaradi. Asosiy sintaksi array chaqiriladi va index of metodi chaqirilib search element biz qidirayotgan element beriladi va forum index nechinchi indeksdan boshlab qidirish aytiladi. Endi forum index bu majburiy emas, bersak ham bermasak ham bo'ladi. Search element bu qidirayotgan elementimiz va forum index ixtiyoriy qayerdan boshlab berish. Natija indeks qaytaradi. Biz qidirayotgan elementni indeks qaytadi yoki -1 qaytadi. Misol ko'rib chiqamiz. Bu yerga tashlayman. Fruits degan array bor va buning ichida olma, banan, uzum qiymatlari saqlanyapti. Va pastdan index degan o'zgaruvchi ochilgan va fruits array chaqirilib index of metodi chaqirilgan va banan qiymati berilgan. Bananni indeksini topib berish kerak. Agar arrayda mavjud bo'lmasa -1 qaytaradi. Indeksi 0 olmani indeksi va 1 bananni indeksi bo'ladi. Va konsol logga indeks qilayotgan bo'lsak 1 chiqishi kerak. Terminalni ochib olaman. Node arrays.js deb bosadigan bo'lsak 1 qiymati chiqyapti. Ya'ni bizga banan indeksini topdi. Agar uzumni indeksini topadigan bo'lsak bunchalik ishga tushiramiz va 2. Buni kommentariya qilaman. Va keyingi misolimiz mavjud bo'lmagan qiymatni ko'ramiz. Nums array bor, 10, 20, 30 qiymatlarini saqlaydi va konsol logga nums array chaqirilyapti. Ya'ni bu safar o'zgaruvchiga tenglanmayapti, shunchaki to'g'ri konsol logga chiqarilyapti. Index of metodi chaqirilgan va 40 ni beryapmiz qiymat sifatida. Ya'ni arrayning ichidan 40 sonini qidiradi. Bo'lsa o'shaning indeksini mavjud bo'lmasa -1 qaytarish kerak. Natija -1 chiqishi kerak, chunki arrayda 40 soni yo'q. Ishga tushiramiz va natija -1. Agar arrayga 40 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bu 0, 10, 1, 20, 2, 30 va 3 qiymatini chiqarish kerak. Mana. Buni eski holiga qaytarib qo'yaman. Agar bir nechta bir xil qiymatlar beradigan bo'lsak, buni copyright qilib olaman. Letters array bor. A, B, A, C qiymatlarini saqlayapti va konsol logga letters array chaqirilib index of metodiga murojaat qilingan va A qiymat sifatida berib yuborilgan. Ya'ni bu arrayning ichidan A ni qidiradi, bo'lsa indeksini, bo'lmasa -1 qaytaradi. Lekin arrayning ichida ikkita A bor. Index of metodi birinchi uchraganini oladi. Shu yerda A ni ko'rdimi, bo'ladi, davom etmaydi. Ishga tushirib ko'ramiz. Shuning hisobidan 0-indeks qaytarish kerak. Mana 0 qaytardi. Chunki 0-indeksni o'zida bizda A bor. Agar B bilan o'rin almashtiradigan bo'lsak ham bu hech qanaqa ma'lumot tug'dirmaydi, 1 ni qaytaradi. Ya'ni B 0-indeks va 1-indeks A bo'ladi. Ikkinchi indeksda ham A bor, lekin birinchi A ni topgani uchun davom etib o'tirmaydi. Buni kommentariya qilaman. Va oxirgi misolimiz forum indeksdan foydalanish. Data degan array ochilgan, x, y, z, x qiymatlari saqlanyapti va konsol logga data array chaqirilib index of x qiymati so'ralyapti, qidirilyapti va birinchi indeksdan boshlab deyilyapti. 0-indeksi x bor va y dan boshlab qidiradi. 0, 1, 2, 3. 3-indeksda x harfimiz bor yana va qiymat sifatida 3 ni qaytarish kerak. Ishga tushiramiz. Mana 3. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.